Aytdimi? Bomba bo'ladim. O menga qara, nimaga kelding? Ovqat beraman deganman deb gapga javob keldim. Kira qol. Nima pishirmoqchisan o'zi? Internetda bitta ovqat ko'rdim. Ha. O'shani pishirib ko'rmoqchiman. Bomba chiqadi. Bo'pti, mana qo'ling kuyib qolmasin. Buni ber bu yoqqa qimmat bu, yevropskiy shokolad. Men hovlida bo'laman, esga chaqirasan. Xotirlanmang, bomba bo'ladi, bomba. Voy, ish qilib tinchlik bo'lsin-da, uy portlatib o'rmasin-da. O, menga qara, nima qilding? Aytdimi? Bomba bo'ladim. O'char ustini yop endi. Yop! Oyimga nima deyman? Ahvolini qara, oshxonani hozir ishdan keladilar. Qatdan topaman, tozalaydiganlar endi senga. Zaka hammasini hal qilamiz. Sarpamga oyim zo'r narsa olib berganlar hozir. Keldim. Nima bu? Nemetskiy karcher bu. Yevropskiy shatotda oyim Sarpamga qilgan bitta narsa bilan hamma joy tozalab tashlaydi. Bu nemetskiy karcher aziki 90 yildan beri xalq foydalanib keladi. Bu par bilan hamma joy tozalaydi. Kakraz may oxirigacha xuddi shunaqa modeliga 20% skidka bor. Hozir oyim kelsalarchi ishdan ma'mulni ko'rib, sanki 100% skidka qilib qo'yadi. Tozalash. Aziki 99% hamma bakteriyalarni par orqali qizitib bemalol o'ldiradi. Allergiyasi borligi ham juda ham foydali. Azilitlar sepib allergiya bo'lib o'tirmaysizlar. Qo'lingizga ham ziyon yetmaydi. Yog'larni eritib olib tozalatib bitta artib olasizlar. Mana qarang, top-toza botib bitta latta bilan artib olsangiz hamma yog'lar eriydi. Bichka, kafel, moyka, oyna hamma narsani par bilan tozalab tashlaydi. Ana aziki vohma qilasiz. Hamma joy yaltillatib qo'ydim. Shundoq ishimni oson qildi. Polni ham artsangiz bo'ladi. Ayniqsa kichkina bolalar borligi juda ham yaxshi-da. Bakteriyalar shundoq o'ldiradi. Naborot nimadir gella sursak allergiya beradi. Anor, bitta gap aytaymi? Hammasi zo'r narsa ekan. Lekin ertadan oshxonaga ustalik tushadi-da, yangi texnika ham ertaga keladi. Nimaga menga unda shuncha narsa qildirdingiz? Shuncha tozalanmana, yana Sarpamdagi yangi karcher ishlatimman.